Mana Stiv Jobs ko'p aytdik. O'sha Apple kompaniyasining asoschisi 7 milliard dollar pulni topib, qoldirib ketaverdi. Oshqozon osti bezini raki sababidan ketaverdi. Saraton. 7 milliard dollar, birodarlar, o'ylab ko'ringlar. U butun больницani, u doktorini, hamma yo'g'ini sotib olishga kuchi yetadi. Ancha-muncha davlatni sotib olishga kuchi yetadi. Shuncha pulni topib, hech narsa qila olmasdan ketaverdi. Demak, birodarlar, pul hamma yo'qda hal qilib beradi degan tushuncha noto'g'ri ekan. Hamma muammoni Alloh hal qilib beradi. O'zi nima muammo kelayotgan bo'lsa, Allohdan uzoq bo'lganligimiz uchun keladi. Ko'p qaytaramiz, oyatni ko'p aytamiz. Nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish sababli keladi, deyapti Alloh. Ha, siz Allohga muhtojligingizni, faqirligingizni tan oling, Allohga intiling, Allohga yaqin bo'ling, shu muammo bo'lmaydi. Shuning uchun inson yuksalishini xohlaydigan bo'lsa, ko'zi ochilishini